navbatda dekabr oyida biz ajoyib chegirmalar qo'yganmiz. Foizsiz notni to'lov asosida full komplektatsiyamiz xarid qilishingiz mumkin. Sovg'a tarzida zashta radiator, karter zashta, tonirovka polik sovg'a qilib beriladi va parog ham bor. Xuddi 7 ta trassada 6 ta bemalol avtomashinamizga metan propan o'rnatsangiz bo'ladi. 5 yil garantiya yoki 150 ming kilometr turadi. Ikkita rejimda ishlaydi. EcoSport, avtohol, parkovka hammasi kiritilgan. Barcha avtomobilimizni sizga kerakli jihozlari, zapchastlari hammasi bor. Shunda qancha o'lyapti? Skidka 38 million qancha? Shunday. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana men bugun Buxorodagi Jetower avtosaloniga keldim. Jetower avtosalonida juda ham katta yangilik, zo'r podarkalar, zo'r skidkalar kelmoqda. Mana bu yerda xohlagan modellaringizni bemalol ko'rib, qaysi biri ma'qul bo'lsa xarid qilishingiz mumkin. Mana bu yerda buni qaranglar, videoni juda ham chiroyli ko'ringani. Yangi yil oldi shunaqa chiroyli qilib bezatib qo'yganlar. Bu mashinani qanaqa yo'l bilan xarid qilaman desangizga, naqd avtokredit rastrojka orqali 36 oyga o'z pulini bo'lib turish orqali bemalol 12 ta viloyat gazini bosib kelsalaringiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zlaringizda mashinalaringiz bo'lsa haydab yurganlaringiz olib kelsangiz agar trading xizmatlari bor, bozor narxida hisoblab olishadi va o'zlaringizga yoqqanidan bemalol ko'rib tanlab olishlaringiz mumkin. Aksiya aziz obunachilar 28-dekabrgacha bo'lmoqda, ulgurib qolinglar. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda o'ng tomonlaringizda podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysalaringiz, bizga obuna bo'lasizlar, bizdan chiqayotgan videolarni birinchi odam ko'rishingiz mumkin. Sizlarni ko'p kutib qo'ymaymiz. Videorolikni boshlaymiz. Aziz obunachilar, obzorni Nozima opa bilan birgalikda boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rasmiylashtirish Buxoro avtosaloni hurmatli mijozlari. Xo'p, birinchi navbatda dekabr oyida biz ajoyib chegirmalar qo'yganmiz avtomashinaning tan narxlaridan. Undan tashqari avtomashina xarid qiladigan mijozlarimiz 12 ta viloyatga ham avtomashina xarid qildingizki, sizga sovg'a tarzida zashta radiator, karter zashta, tonirovka polik sovg'a qilib beriladi va parog ham bor. Va siz avtomashina xarid qilganingizdan keyin avtomatik tarzda lotereya o'yini sohibiga aylanasiz va siz brendiviy sovg'a yutib olishingiz mumkin. Xo'p, bonuslar zo'rga yangi yil oldidan. Xo'p, obzorni qaysi biridan boshlaymiz o'zi? Xo'p, eng qulay va hamyonbop avtomashinamiz X50 avtomobilimizdan boshlaymiz. Bu avtomashinamiz 2025-yilda yangi kirib keldi. Avtomashinamizning motori 1.5 turbina motor, 2 xil komplektatsiyasi mavjud. Bu hozir ko'rib turganingiz full way komplektatsiya. Svetodiodli LED optika bilan jihozlangan 3D reshotka radiatori. Rangchasi juda ham chiroyli ekan, aka. Motori nechilik bo'ladi buni? 1.5. 1.5, aha. Rasxodlari qanday bo'ladi? Rasxodi 7 ta trassada 6 ta bemalol avtomashinamizga metan propan o'rnatsangiz bo'ladi, garantiyasi o'zida qoladi. Metan propan tushadimi? Shunday. Metan propan tushadi, garantiya o'z holatda qoladi deyaptilar. Faqat lekin gazni o'zlaringizdan qo'ysalaringiz agar, to'g'rimi? Shunday. Garantiyasi 5 yil yoki 150 o'zlarida ming servis bor, gaz qo'yishga. O'zimizda servis bor. 5 yil garantiya deyapsizmi? 5 yil garantiya yoki 150 ming kilometr. Oho, 5 yil garantiya yo 150 ming probeg, yo probegni oldiroq qilasizlar, yoki 5 yil mazza haydab yurasizlar. Shunday. Aha, xo'p. Endi bitta balon qismlariga ham o'tib olsak, balonlari qanaqa bo'lar ekan? Mana. Chiroyli diska ekan, mexga balonlarni. Mexgida. Almashtirish shart emasmi buni? Yo'q, zavodskoy holda keladi. Avtomashinamiz ko'rish uchun test drive qilishlari mumkin. 160 gradus kamera, slipoy zona. Slipoy zona. Отпечаток do'stlar. Aha. Отпечаток bilan ochiladi. Salon ishlari, oho, salon ishlari juda ham chiroyli ekan. Kojinli bo'lar ekan-a? Kojinli, zavodskoy zavoddan shumka qilingan. Salon ishlarini ko'ryapsizlar. Sidenalari ham juda ham chiroyli ishlangan. Sidenalari ham koja ekan. Koja perforatsion, elektron turadi. Da. Aha, mana salon ichlari. Bismillahirrohmanirrohim. Rollari qanaqa bo'ladi buni? Multirul. Multirul, rollarda mana bemalol boshqarib ketsalaringiz bo'ladi. Kattagina monitor, abagrev sideniya hammasi kiritilgan. Abagrev rul, abagrev sideniya deyapti. Lobovoylarda ham bor, abagrev, ispravnoy zaryadnoy lobovoyda ham bor. Endi sal-pal ko'rinsa kerak. Endi videoda bilmayman qanday ko'rinadi, lekin lobovoyda ham abagrev bor deyaptilar. Qishda juda ham zo'r bu. Xo'p, mana bu yerdan tortish shunaqalari. Kameralari ham boshqarishi. Shunday 360 gradus kamera, rejim EcoSport rejimida ishlaydi. EcoSport rejimida mana pulchalari ham juda ham chiroyli. Barlarini ham bitta ko'rsatib boramiz. Mana barchalari ham yaxshi. Lyuki ham bor ekan-a? Lyuki ham bor, shunday. Lyuklari ham kattagina. Xo'p, hozir orqalarini ham bitta ko'rsatib boramiz. Xo'p, mana. Orqalari ham juda keng ekan. Bemalol 3 kishi mazza qilib o'tirib ketaverasizlar. Avtomobilimizning barcha turdagi ranglari bor. Oq, qora, svetloy seriy, ko'k rangidan. Eng asosiysi avtomashina rangi uchun, salon ichi uchun siz qo'shimcha pul to'lamaysiz. Qanday price'da qaysi narx yozilgan, o'sha narxda xarid qilib ketasiz. Rangi o'zgarsa, narx o'zgarmaydi demoqchisiz. O'zgarmaydi, shunday. Juda ham zo'r ekan. Mana orqalarini ham ko'rib o'ramiz. Orqalarida ham kameralari bor. X50 ekan bu. X50 bu. Mana sizga bagajni ham ko'rsatib o'ramiz. Xo'p. Mana orqadan qismlar bagajlari ham anchagina keng ekan.
Taglarida mana o'zini narsalari, zapaska ballonlari, damlatuvchilari. Xo'p. Buni narxlariga to'xtalib o'tsak, narxlari qancha buni? Xo'p, avtomashinamizda hozir chegirma ketyapti. Avtomashinamiz o'zini narxi hammasiga price bilan ko'rsataman 288 million edi, hozir 260 million birinchi komplektatsiyasi. Full komplektatsiyasi ko'rib turganingiz 304 million edi, 279 million 500 ga xarid qilishlari mumkin. Shuncha skidga ketyapti. Shuncha skidka bo'ladi. Juda ham zo'r. Buni qanaqa yo'llar bilan xarid qilsa bo'ladi? Xo'p, avtomashinamizni imtiyozli avtokredit asosida xarid qilishlari mumkin, ya'ni yillik foizlari 2% dan boshlanadi. Endi harbiylar, shifokorlar, yana doktorlar bemalol xarid qilishlari mumkin. Yillik foizlar 2% dan boshlanadi. Xohlasangiz agar обычный avtokredit qilib chiqarib beramiz. Farqi yo'q. Kim avtomashinani naqd asosida xarid qilmoqchi bo'lsa, yana avtomashinani chegirma narxidan yana 6,5 million chegirma qilib beramiz. Yillik foizi juda ham past ekan buni. Keyin bo'lib to'lash orqali xarid qilsa bo'ladimi? Xo'p, bu o'zi hamyonbop narxda bo'lgani uchun bunga bo'lib to'lash yo'q. Bunga bo'lib to'lash yo'q. Boshqa modellarga borib, shunday. boshqa modellarga borib, buni narxlaridan bilib oldik. Endi bu full pozitsiya dedingiz. Bu full komplektatsiya. Bu full pozitsiya bunisi qanaqa? Bu ham full komplektatsiya, beli jemchug rangidan. Ikkalasi bir xil, to'g'rimi? Bir xil, Tashqi ko'rinishi ichi bir xil. Xo'p, endi qaysi modelni ko'rsatamiz? Xo'p, eng qulay hamyonbop avtomashinamiz bu X70 avtomobilimiz. Narxi 286 milliondan boshlanadi. Bu 7 kishilik crossover. Bu narxda buni konkurenti yo'q, ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi komplektatsiyamiz. Oldinlarini qarang, loblari bilan tonirovka qo'yilgan, вообще deriska ko'rinar ekan. Bu avtomashinamizning motori 1.5 turbina motor. 1.5 turbina. Xo'p, rasxodlari qanday bo'ladi? Buni ham rasxod 708 ta trassada 6 ta yeydi. Bunga ham bemalol metan propa o'rnatsangiz bo'ladi. Shunaqa katta gavdaga rasxod ham juda ham kam ekan-ku. Faralarni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli faralar bilan ishlangan. Tumanliklari juda ham chiroyli. Mana yon tomondan ko'rinishlari katta bahaybat mo'sin. Crossoverni yaxshi ko'ruvchi akalar, opalar bo'lsa bittadan like-ni bosib qo'yasizlar. Xo'p, ballon holatlariga ko'rib o'tamiz. Ballonlari ham diskalari chiroyli, mexki ballonda bu ham. Mexki ballonda. Almashtirish shart emas-a? Yo'q. Avtomashinamizni obzor qilish uchun boshqasini ko'rsam, buni sotdik, yopib qo'yilgan. Bu sotilganmi? Sotildi hozir. Sotilgan ekan. Boshqasini ko'ramiz. Bu ham shu modeldami, bir xilmi? Bu ham shu modelda. Bu ham menimcha full variantda. Bu full komplektatsiyasi, bu ikkinchi komplektatsiya full way. Buni bir bilan ikkini farqi. Buni optikalari svetodiodli LED bo'ladi. Kapot ostida elektronli bo'ladi. Ichki salon qismi buniki kojinniy. Bunda ham beskulchov dasturlari bor, kameralari bor ekan. Birinchi komplektatsiyada ham bor. Birida ham bor ekan. Da, 12 materialda salon ichi keladi, buniki kojinniy bo'ladi. Mana eshiklari, afshuklari koja. Mana kolonkalari, sidenlari koja, elektronli sideni. Salon ichlari, yo bismillah. Rullari bu ham multi rullar. Multi rullar assistentlari kiritilgan. Perforatsion sideni havo almashtirib turadi. Ikkita rejimda ishlaydi. Eco Sport, Avtohol, parkovka hammasi kiritilgan. Eco Sport rejimlari ham bor ekan. Siden abagreiflari bor ekan. Bor. Uydan polni boshqarsangiz bo'ladi. Konditsioner, pechka, hamma narsalar ichida joylashgan. Беспроводной зарядник ekan bu. Shunday. Беспроводной зарядник, bunda ham kameralar, necha kamera dedingiz kamerasini? 360 gradus kamera. 360 mana barchalari. Buni ichida menimcha xolodilnik bor, barida. Bar xolodilnikda. O, barida xolodilniklari bor. Lyukini ko'rib turibsizlar. Kattagina panorama lyuk oxirigacha ketgan. Orqalarida ham o'zi bitta ko'rsatib o'raman. Bu metal bo'yicha baquvvat ishlangan-a menimcha. Shunday, zavodskoy zavoddan eshiklari shunqa qilingan, holda kelingan. Barcha nimalari, funksiyalar, kerakli funksiyalar kiritilgan. Bu 7 kishilik. Xohlasangiz sizenlarni yotqizishingiz mumkin, xohlasangiz ochiq qilib qo'yishingiz mumkin. Orqada ham abagrifi bor ekan-a? Orqada ham abagreiflar bor. Xohlasangiz sidenini aytganlaringiz. Elektropaket bagaj, detskiy rejimlari ham kiritilgan. Detskiy rejimlari bor. Qani? Xo'p. Xavfsizlik bo'yicha zo'r ekanda detskiy rejimi bo'lsa. Shunday. 7 kishilik. Xohlasangiz sizni yotqizishingiz mumkin. Ob'yom bagaj 450 litr bo'ladi. Bunaqasiga 90. Yotib qo'ysangiz kattaroq bagaj hosil bo'ladi. Ko'proq yuk bilan yursangiz yopib qo'yasizlar. Agar oilada 7 kishi bo'lsa, pastdan tursa yaxshi bo'ladi. Bunda necha xil ranglardan bor? Buni ham barcha ranglardan bor. Oq, qora, svetlo seri, temno seri, hamma rangidan bor. Avtomashinamizni to'lov usullari avtokredit, foizsiz muddatli to'lov asosida full komplektatsiyamizni xarid qilishingiz mumkin 18 oyga va naqdga xarid qilsangiz chegirma narxdan yana 6,5 million chegirma bo'ladi. Boshlang'ich necha foiz bilan olib ketsa bo'ladi? Xo'p, minimal boshlang'ich to'lov 20% dan boshlanadi. 20%imiz 65 million atrofida bo'ladi. Dollarga hisoblasak agar $4700 bilan chiqadi. 4700 bilan olib ketsa bo'ladi. Mana 4700 bilan mana shu mashinani bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. 12 ta viloyat bemalol kelsa bo'ladi. 12 ta viloyatga bemalol chiqarib beramiz. 12 ta viloyatga bemalol chiqarib beradilar. Zapchastlarda muammo yo'qmi? Zapchast detalda muammo bo'lmaydi, chunki bizda rasmiy Jitar Buxoro avtosaloni, rasmiy degani bu bizda rasmiy servisimiz ham mavjud. Barcha avtomobilimizni sizga kerakli jihozlari, zapchastlari hammasi bor. Zapchastlarda umuman muammo yo'q, bemalol qo'rqmay xarid qilaverasizlar. Hamma zapchastdan bor deyaptilar.
o'zlarida gaz servisi ham bor. Gazni o'zlaringizdan qo'ydirsa ham bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Keyin garantiyadan chiqmaydi. Yo'q, pod garantiya qo'ydirib beradi. Agar ko'chadan qo'ydirsa mabodo garantiyadan chiqadimi? Shunday, chunki kim qo'ygan, nima qo'ygan, erta muammo chiqsa agar ular javob bermaydi, qanday- biz javob beramiz. Buni qanday qo'ygansizlar bilmaysizlar, o'shuning uchun garantiyadan chiqadi. Shunday. To'g'ri. Mana bular klientlar ham ko'rishyapti, hozir bular ham xarid qilishadi. Xo'p, yana qanaqa modellardan ko'rsatsak bo'ladi? Xo'p, keyingi avtomobilimiz bu hozirgi damda off-road akalarimiz qidirayotgan avtomashina bu T2 avtomobilimiz. Oho, juda ham chiroyli bezatib qo'yilgan ekan, yangi Shunday, yilda. T2 avtomobilimizni kuzovi 2026, ya'ni restyling variant bo'lib keldi. Avtomashinamizni polностью ko'rishingiz mumkin. 2 turbina motorli. Polностью xrustaliklar bilan jihozlangan, tumanliklari ham yonib turadi. Дальний, ближний samotarmojeniyalari. Juda ham chiroyli yonadi. Men ko'rganman ko'chada yurganimda. Yon tomondan. Diskalarga ham e'tibor bering. Motori nechilik dedingiz buni? 2 turbina motor, to'liq uzatgichli. Bu rasxodlari qanday bo'ladi buni? Xo'p, buni shu gabaritiga qaramasdan buni rasxodi 8.6 litr. Shu gabaritiga. Shunday. Juda ham kam ekan, lekin Juda ham ekonomичный. Mana. Заводской paroglari bilan keladi. Paroglari 300 kilogacha заводской. ko'taradi. Ключевойda ustida. Slipoy zonasi bor. 540 gradus kamera, akustikalari Sony. Rangi ham juda ham chiroyli ekan, lekin Salon tanlash huquqi bor sizga. Xohlasangiz qora qilishingiz mumkin, xohlasangiz jigar rangi. ha, o'zlariga yoqqan rangini qilib olsa bo'ladi. Shunday. Narxi o'zgarmaydi, Yo'q. to'g'rimi? Mana bu yerdan hop, mana salon ichlari. Bunda ham polni elektronniy mana rollari. Oho, kattagina monitor ekan. Чистый televizor bu yerda. Shunday 7 xil rejimda ishlaydi. 7 xil rejimda ishlaydimi? 7 xil rejimi bor. Oho. Abagrev, abduflari kiritilgan, голосовой assistentlari, panorama lyuk 1,5 kvadrat metr. Lyuki ham juda katta ekan lekin. Bo'lsa qanaqa rejimlari bor bunda? Xo'p, cho'l deysizmi, tog' deysizmi, misol qaysi yo'lda ketyapsiz, qaysi rejimni tanlashni bilmasangiz agar X rejimi bor. X rejimni bossangiz agar o'zi yo'lga moslashib oladi. Yo'lga qarab o'zi rejim almashib Shunday, ketaveradi. shunday. Juda ham zo'r ekan. Xo'p, rangi ham lekin haqiqatan rangi chiroyli. Mana salon ichlari, orqalari juda ham keng ekan, lekin borib mazza qilib ketaverasizlar mana. Bu yerdan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Bunda ham orqada abagrefi bor ekan. Konditsioner, pechka hamma narsalar orqadan ham boshqarsangiz bo'ladi. Orqadan ko'rinishlar. Xo'p, endi orqalarini ham bitta ochib ko'rsak bo'ladimi buni? Bunda ham 5 kulchovoy bor ekan. Prisoskalari bor eshikni o'zini. Bemalol kempingga ketishingiz mumkin. Mana bu yerlarga palatkani bog'lab, nima qilib. Tushunarli. Qarochi yo'l tanlamasdan shunaqa deb o'qishlar, Off-road. xohlagan joyda bemalol gazini bosib haydab yuraverasizlar. Ana, bu yerda kameralari bor. Orqasida ham kamerasi bor tepada. Xo'p, buni narxlari qancha? Xo'p, bu avtomashinamiz ham 2 xil komplektatsiyasi bor. Bu hozir ko'rib turganingiz full komplektatsiya. Avtomashinamiz narxi 512 million 200. Bu full komplektatsiyamiz. 540 million edi, 512 millionga xarid qilishingiz mumkin. Bu birinchi komplektatsiyasini 442 millionga xarid qilishingiz mumkin. Shunda qancha bo'lyapti? Skidka 38 million qancha? Shunday. 38 million skidka bo'lyapti mana shunga. Faqat narxga xarid qilsa shuncha skidka, to'g'rimi? Yo'q, farqi yo'q. Xohlasalar foizsiz muddatli to'lov asosida xarid qilsalar bo'ladi, xohlasalar avtokredit. Bu chegirmalar avtokreditga ham foizsiz muddatli to'lovga ham amal qiladi. Bemalol. Kim naqdga xarid qilmoqchi bo'lsa, ichi 512 million 200 dan yana 6,5 million chegirma bo'ladi. Gap yo'q lekin chegirmalar zo'r ketyapti. Podarkalar qanaqa podarka qo'yilgan dedingiz boya? Xo'p, buni parogi bor, bunga tonirovka, защита radiator, защита karter va poliklarni qo'ydirib beramiz. Agar aziz obunachilar Amirbek kanalidan keldim desangizga ana shunaqa bonuslarni qilib beradilar, xudo xolasa. Xo'p, bizlarga bitta adresni tushuntirib yuborasizmi qisqacha? Xo'p, manzilimiz Karvon Chorrahadan kelayotgan payt rezidensiya yo'li Gazlens shossi, katta bannerimiz bor, Xitoyda yo'ldan o'tib, Suis avtosalon yon tomonidagi rasmiy Rustur Buxoro avtosaloni. Agar manzilimiz to'g'ri bo'lmasangiz, agar quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz, agar biz o'zimiz sizga lokatsiya jo'natamiz yoki-da kutib olamiz sizni. Bu sovg'alar qachongacha amal qiladi? Xo'p, hozirgacha 28-dekabrgacha qo'yganmiz. Shoshilib kelib, avtomashina xarid qilishlari mumkin. 1 soatning ichiga o'z nomlariga rasmiylashtirib beramiz. Test drive xizmatlarimiz mavjud va trading xizmati ham bor. Agar o'zlarini minib yurgan avtomashinalar bo'lsa agar boshlang'ich to'lov sifatida uni olib, avtomashinani taqdim etamiz. Bu trading xizmatlari ham bor. Bozorga chiqib sotib o'tirmaysizlar. Olib kelasizlar, bozor narxida hisoblab olishadi. Shunday. O'zingizga yoqqandan bemalol ko'rib xarid qilishlaysiz. Bu test drive xizmati ham bor debdilar. Xo'p, Kozim opa sizga katta rahmat obzor uchun. Aziz obunachilar, bitta like bosib qo'yasizlar. Pastda nomerlarni yozib qoldiraman. Telefon qilib bemalol opamizga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa, sizlarni chiroyli tarzda kutib olib, chiroyli tarzda kuzatib yuboradilar. Albatta sovg'alar bilan birgalikda. Opa, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz obunachilar, sizlarni Buxorodagi Jetower avtosalonida kutib qolamiz.